YouTube'da kelib tushayotgan savollar haqida bo'ladi va boshqa qanday ish qidirish qo'llanmasi va qanday ish beruvchiga muloqot qilish kerak va qanday bog'lanish kerak. Masalan, kandidatlarga ko'p qanday borishim kerak, qanday ish bog'lansa bo'ladi, nomerini bera olasizmi? Shunaqa. Bundan oldingi videolarga ham tushuntirib o'tganman. Hech kim ko'rmaganmi deyman, qaramay e'tibor bermayapti. Va yana kommentariyaga yozuvdim. Videoni tushuntirishga, qanday ish topishni aytib o'taman deb yozuvdim. Shuning uchun hozir mana ekranning boshidan hech narsa mana qilganim yo'q. Sizga o'z kompyuterda kirganman, kompyuterda video olyapman va shuni hozir qanday qilishni, ish boshlashni, masalan, ishga qanday ish qidirishni sizga boshidan aytib o'taman, noldan. Mana hozir sizga ko'rsataman. Masalan, men bitta shaharda sayt ro'yxatlarini oldim va buni ichiga har bir videoning tagiga saytda video olgandan keyin, YouTube'ga qo'ygandan keyin video ostiga saytlarning nomini qoldiryapman. O'shani topsangiz ham bo'ladi va o'shanga qo'yganman saytlar nomini. Lekin mana bularning ichida universallari ham bor. Masalan, ko'p davlatlarga ish topayotgan sayti ham bor va bir xil saytlar masalan Britaniyaniki, masalan Angliyaniki, masalan bir xillar Angliyaniki bor. Angliyan agent ishchi olayotgan saytlari bor. Lekin bu Litva, Latviyani videosini tagidagi saytlarning ichida bor. Shuni ichiga saytlarni qo'shilib ketgan. Shuning uchun mana hozir ko'rib turganingiz, men tayyorlab qo'ydim saytlarni ro'yxatini. Mana shu saytlarning ro'yxati. Mana bu tepadagilari 1 2 3 4 5 6 tasidan bir nechtasi Litvaniki, Latviyaniki. Kechirasiz, adashib ketaman, chunki Litva, Latviya bir xil so'z bilan kelgani uchun odam ko'p adashtiradi. Masalan, Slovakiya, Sloveniya, Latviya, Litva, ana shunaqalarni ko'p adashtirmang. Chunki ular отдельно mamlakatlar. Shuning uchun mana hozir Uminsiya mana shu saytga kiradi. Masalan, mana hozir boshidan boshlab ko'rsatib bo'lib, telefonda ham shunday qilsangiz bo'ladi. Masalan, bu ustiga bosib tursangiz kopirovat chiqadi. Bo'lmasa o'zbekcha bo'lsa ko'chirib olishmi, ana qilib olish, nimadir deb chiqadi o'zbekchaga. Shunda mana shu https dan boshlab masalan unda ko'chirib olasiz. Masalan, mana bu sayt nomi masalan YouTube'ga qo'yganman. YouTube'da qanday topsam bo'ladi deganimiz hozir ko'rsatib o'taman. YouTube'da ochamiz mana. YouTube'da ochamiz. Masalan, YouTube chiqadi. Kanalim, masalan, kanalning videosini ko'ryapsiz. Videolarni o'taman. Masalan, bu eski videolar mana saytda qolgan. Eski videolarga saytlarda qanday ish topish kerak, qanday qidirish kerak, masalan, o'sha saytlarga ham aytib o'tganman eski videolarimni. Masalan, mana Finlandiya, mana Litva videolarini o'taman. Masalan, siz video ko'ryapsiz. Birinchi o'rinda sizga maslahat beraman. Birinchi o'rinda Yevropa va masalan biron joyga ishga bormoqchi bo'lsangiz, illa oldin tushuning. Men nima uchun bormoqchiman, nima uchun borishim kerak, nima maqsadda borishim kerak, shuni tushunasiz oldin.
o'zingizga savol bering, o'zingizga ishonch hosil qiling. Keyingisi o'sha davlatga borishga tayyorligingizni anaqa qiling. Moliyaviy tomondan, fizik tomondan, sog'ligingiz tomondan o'zingizga hosil bo'ling. Shunga masalan sog'ligingizni e'tibor bering. Pulingiz bo'lmasa, men u yoqqa boraman deb o'tirmang, chunki bepul siz hech qayerga bora olmaysiz, hech qayerga chiqa olmaysiz. O'zbekistonga masalan bora olmaysiz, biron joyga keta olmaysiz. Ish topa O'zbekistonni o'ziga ham ish topa olmaysiz. Masalan, yoki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan bo'lsangiz, o'sha o'zingizning mamlakatingizdan ham ish topa olmaysiz. Topsangiz ham masalan pulingiz bo'lmasa, biror ish qila olmaysiz. Shuning uchun masalan bir davlatga borishdan oldin ilk mablag'ingizni o'sha davlatga borishdan oldin o'zingizni tayyorgarlik ko'ring. O'sha mablag' hisobidan mablag' tomonidan o'zingiz yaxshilab tayyorgarlik ko'ring. Masalan, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Mablag'ingiz qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Mablag' har tomonlama, har yo'lga, taksigami, boshqa joygami, vizagami, boshqasigami, masalan, ish topsangiz, Xudo nasib qilsa, o'sha vizaga topshirishdan oldin balkim bank hisobingizga pul ko'rsatish kerak bo'lar. Bir xil davlatlar bank hisobiga pul ko'rsatgin deydi. Hisobingizga pul ko'rsatishing kerak. Masalan, bankdan hisob raqam ochib, masalan, pul qo'yib, yerga masalan 1000 euro deydimi, 2000 euro deydimi, shunday pul ko'rsatishingiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Undan keyin masalan samolyot biletlaringiz, masalan viza xarajatlaringiz, hujjatlaringiz, masalan ko'p iloji bo'lsa saytlar yoki masalan men hozir har bir videoga aytib o'tayotganda o'sha narsalarni o'zingiz tayyorlasangiz ham bo'ladi. Masalan nima kerak? 4-5 ta narsa kerak. Yevropaga ko'p narsa talab qilinmaydi. Sudlanmagan haqingizda o'shana ruschadan chiqartirasiz. Sudlanmagan haqda spravka chiqartirasiz. Masalan sog'ligingiz bo'lsa, balki o'sha bo'lsa sog'ligingiz, masalan sug'urta qildirasiz. Masalan sug'urta ham uncha ko'p pul turmaydi. O'sha Latviyada qaysi tasodifdan oldida borib qildirsangiz ham ular tayyorlab beradi. Konsullikning oldiga borsangiz ham qilib beradi. Biron joy o'sha ko'p narsalarni borishdan oldin o'sha yerda masalan ko'pincha o'sha konsulliklarning oldiga o'zi shunaqa tashkilotlar bo'ladi, o'zi kichik tashkilotlar bo'ladi. Darrov sizga o'sha ishlaringizni, hujjat ishlaringizni tezda hal qilib beradi masalan. Undan oldin o'zingiz ham bir rasmlar yoki o'sha sudlanmaganingizda bir vaqtingizni masalan ziyon ketkazmasligingiz uchun shunga o'zingiz tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Boshlanadi. Vaqtimiz tez ketyapti. Boshqa mavzularga chaplashib ketdik. Shu oldin mablag'ingizni to'ldiring. Hisobingizni masalan ishlab, masalan pulni zo'r qilib anaqa qilgandan keyin birorta mamlakat tanlang. Masalan birorta mamlakat tanlang. O'sha mamlakatda bu mamlakatga borsammikan, bu mamlakatga borsammikan deb odam ko'p chalg'iydi. Masalan odam qaror bera olmaydi. Shuning uchun iloji bo'lsa oddiy odamlar bo'lsa, masalan oddiy til bilmaydigan bo'lsa, til ko'p talab qilinmaydigan davlatga boring. Tilni yaxshi o'rtaroq bilasizmi? Yaxshi, bunday o'rtaroq davlatlarga boring. Tillarni zo'r bilasizmi? Masalan, kuchliroq davlatlarga harakat qilsangiz bo'ladi. Shunaqa 3-4 ta pog'onasi bor. Shunga qarab harakat qiling. Xo'p, mana hozir biz Latviyami? Litvada Latviyaga biz masalan. Xo'sh. Hozir biz tushiramiz. Xo'sh. Endi qaraymiz. Hozir qaysi davlatlarniki? Latviya. Adashib ketmaydi deyapmiz. Shunday qilib mana hozir videom bo'lsa, video mana ostiga havolasi bor mana. Ko'p ish tushunmasligim mumkin. Qanday topaman, nima bog'lanaman mana. Har doim aytib o'taman kommentarlarga bizaman. Mana bu havolani oling, keyin mana bu inglizcha yozilgan, hozir more yozilgan. Bosasiz.
havolani ustiga bosasiz, masalan, keyingisi yoki ishsho deb yozilgan bo'ladi. Hozir bu inglizchaga yozilgan ekan. Moremi, meremi deb yozilgan. Mana qarang. Bu masalan saytlarni men bilan anaqa qiladigan saytlar, Facebook, TikTok, Instagram shunaqa bo'lib, mana bu yerga saytlar qoldirganman. Shu yerdan kirib, masalan, saytlarni mana qilib topsangiz bo'ladi. Working, taking grow, LV, LC, LV. Ko'p saytlarni shu yerdan qilib topsangiz bo'ladi. Work. Bularni bir xil payt adashib qo'yib ketaman. Tezda shoshilinch videoni qo'ygan paytim bu ko'p bularni saytlarni faqat ismi tushib qolgan, lekin saytlarni o'zi tushmagan. Shunga hozir buni keyinchalik to'g'rilab qo'yamiz. Pastdagilarga kirsangiz bo'ladi. Mana shunday saytni olib olasiz, bunday qilib ko'chirib olasiz. Kopirovat telefondan ham shunday qilsangiz bo'ladi. Maniki burada bu yerga tayyorlab qo'yganman. Masalan, mana hozir mana shu saytlarni sizga aytib o'taman. Mana shu saytlarni masalan otlar qolgan bu yoqqa. Ammo bunda silkasini qo'yish esdan chiqib qolibdi. Bu yerda agentliklar. Xo'sh, mana Umensiya. Unda ko'chirib olaman. Tez ko'rsatib o'taman. Kopirovat. Kompyuterdan kirsangiz, kompyuterchilar tushunadi. Telefondan kirsangiz ham sayt ustiga bosib turib, ko'chirib olsangiz bo'ladi. Qarab turib yozsangiz ham bo'ladi. Ko'chirib olgandan keyin Google kiramiz. Hop, bilan hammasini ko'chiramiz. Saytlarni hammasini ko'rib chiqdim oldindan. Umensiya. Umensiya kiramiz. Umensiya.eu. Agar shu haqiqatdan ham Yevropa yoki boshqa davlatlar bo'lsa, uncha ko'p ko'rsatmayman. Agar yaxshi ham bo'lsa, yaxshi saytlar bo'lsa, iloji tushuntirib o'taman. Bundayroq saytlar bo'lsa, agar yaxshi saytlar bo'lsa ko'proq tushuntirishga harakat qilaman. Mana Umensiya deyapti .eu. Bu menimcha Litvaniki emas, menimcha Litvaniki ham bo'lishi mumkin, yoki Latviyaniki bo'lishi mumkin. Ham boshqa davlatlarda ham bo'lishi mumkin. Bir mana Yevropa ittifoqi uchun MDH va Osiyo deyapti, qarang. Yozilgan o'zi. Vositachilar yo'q, xavf yo'q, vaqt yo'qotish yo'q deyapti. Ko'rdingizmi? Vositachilar hech narsa yo'q deyapti. Menimcha to'g'ridan to'g'ri kompaniya. O'zim ko'p saytlar hammasi ishonchli saytlar ko'pi. Biz haqimizda deyapti. Bu sayt haqida boshqadan bilib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, bu o'zbekchaga o'girilgan. Ko'ryapsizmi? Bu pervodchiga bor. Shuni hammasini sizga bir xilda bor. Dehqoncha tushuntirmasa tushunmaydi, chunki ko'p tushunmaydi. Masalan, telefonda, kompyuterlarda masalan ko'p tushunmaydi. Bu unga tushunmang. Chunki bor odamlar bor, yosh, ulug', katta odamlar bor, o'rta yoshli odamlar bor, yosh bolalar bor masalan. O'rta yoshligilarning ko'pi masalan telefon tushunadi, faqat video ko'rishdi yoki biror filmlar ko'rishdi qiziqadi, o'yin o'ynashni qiziqadi, lekin menda Google boshqa saytlar, masalan saytlarni qanday qidirish, saytlarni nima qilish, qanday unaqa narsalar bilan umuman qiziqmaydi. Shuning uchun pervodchiga bor o'zini kompyuterga kirib uchta nuqtani bosasiz. Kompyuterdan kirsangiz agar mana bu yerga настройка degan joyga kirasiz. Yazik degan joy bor, yazik degan joyga kirasiz. Mana bu yerga ko'rsangiz sayt navashasi yazikov, yazikah deyapti. Burada добавить язык deb bosasiz va tillarni mana belgilab добавить bossangiz shu yerga avtomatik chiqadi o'zi. Turkiya, ruscha,
inglizcha, o'zbekcha turibdi, anglizcha turibdi. Bu yerda использовать переводчик deyapti. Перевод на этом сайте язык deyapti. O'zbekcha qilib qo'yibman. Перевод qilayotgan sanalani. Nima bo'lganda перевести на страницу на этом языке deyapti. Turkcha, Xorvatiya, estoncha, o'zbekcha masalan bir xil saytlar avtomatik qo'yib qo'ysangiz o'zbekcha qilib переводcha masalan ko'p xohlagan masalan davlatning saytiga kirsangiz o'sha tilda o'zbekchaga o'girib beradi. Ruscha qilib qo'ysangiz ruschaga o'girib beradi. Ko'p tushuntira oldim deganman. Bu o'chiramiz. Telefondan ham kirib nastroykasidan qidirib ko'ring. Telefonda ham bo'lish kerak. Telefondan ham to'g'rilasangiz bo'ladi. Xo'sh, bizning haqimizda bu ish beruvchilar uchun. Bu ish beruvchilar uchun. Buni adashib kirmang, chunki siz ish beruvchi bo'lsangiz, odamlarni ishga sizga ishchi kerak bo'lsa, shu yerdan ro'yxatdan o'tib siz ishchi topishingiz mumkin. Kompaniyalar uchun masalan bu ish topib beradigan odamlar uchun. Kompaniyalar bo'lsa bu yerdan kirib ishchi topishi mumkin. Ish qidiruvchilar uchun deyapti. Ish qidiruvchilar uchun. İşçilerini toping. Ularga o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Rezumeni yuboring deydi. Yoki rezumingizni yuborsangiz bo'ladi. Rezumeni qanday yozishda, masalan, qanday nima qilishligida Finlandiyani manaki klubning anketasini qanday to'ldirish kerakligi haqida qo'yganman. Oxiri Finlandiyani oxiri videomda o'shanga elektron pochtaga qanday yozish kerak va kompaniyalar qanday xabar yuborish kerak, rezumeni qanday yozish kerak, nima bo'ladi, rezume nimaligini shunga tushuntirib o'tganman. Rezumeni o'zingiz haqingizda ma'lumot qog'oz yoshlar bo'lsa yoziladi, elektron qilib yozasiz va o'sha ham ishlagan joyingiz, o'qigan joyingiz, nima ish qilgansiz, qaysi vaqtda bo'lgansiz, nima ish, hammasi yozasiz o'zingiz haqida ma'lumotlarni. O'shandan keyin jo'natasiz. Ish qancha ish tajribangiz bor, o'shalarni yozib jo'natasiz. Ish qidiruvchilar uchun bosamiz. Tillar bor: ruscha, litvacha, latviyacha, polsha tili bor. Xo'sh, mana bu yerda turkchadan chiqdi. Chunki hozir Turkiyaga bo'lganim uchun turkcha chiqdi. Siz mana bu yerdan xo'sh, bu nima deyapti? Mana bu yerda ish qidirish joyi yo'q. Boshidan ko'rgan bo'lsangiz, mana bu hozir kirganim hozir bu agentliklarga kirdim. Agentliklar saytiga kirdim. Mana ko'ribsizmi, suvarchilar, Alloh shu zavod ishlari. Burada qidirib ma'lumotlarni o'qib chiqsangiz bo'ladi. Qiziqib, hammasini kirib, nima haqdaligini, nima bu sayt nima haqida masalan mana ko'rganingizda, agar mashinliklar bo'lsa bunaqa narsalar bo'ladi. Ko'rdingizmi? Mana bu bizning hamkorlar bor masalan 1 2 3 4 5 6 ta hamkor. Mana bu yerda ko'rganingizda mana qarang, O'zbekiston payvandchi O'zbekistondan oladi, murakkab sayohat, Hindistondan, Gruziyadan ishchilar oladi menimcha. O'qiganlar ish beruvchi mutaxassislarga ishlov berish bo'yicha mutaxassislarni qidirayotgan edi. 4 nafar nomzodni taqdim etdik. Ularning barchasi video suhbatlardan muvaffaqiyat etdi. Ko'rdingizmi? 4 nafar hayvonchi topgan va suhbatlardan video suhbat qilgan, suhbatlardan muvaffaqiyat o'tgan. Video bilan suhbat qilgan, chunki bu o'zi agentliklar haqiqatan ham sizga yordam berib sizga ish topib beradi. Agentlik. Shuni eslatib o'tamanki, ko'p Yevropa davlatdagilar, agentliklar boshqasi biladimi, nima bo'lsa ham sizdan pul so'ramaydi. Pul so'rasa, siz demak bilingki, u mashinik, ya'ni qo'ching. Pul umuman so'ramasligi kerak. Pul faqat elektron pochta orqali sizga bo'lishi mumkin. Elektron pochta orqali sizga taklifnoma jo'natadi. Ishga kirsangiz, agar ish topib sizni ishga olsa, suhbatda muvaffaqiyatli o'tsangiz, o'sha kompaniya sizga elektron pochtangizdan yoki boshqa elektron masalan qo'yilgan
sizga elektron sizga o'zi yo'llanmani o'zi ko'p yo'l-yo'riqlarni o'rgatadi o'zi. Qanday kelish kerak, nima qilishingiz kerak. Balki o'zlarini odami O'zbekistonga elchi bo'lgani uchun, masalan, Latviyadan, Litvadan birontasi konsullikka o'tirgan bo'lishi mumkin. O'sha konsullik gaplashadi, masalan, siz suhbat o'tish uchun ochrat ola olmaysizmi? Siz uchun ochrat ham olib beradi, sizga yordam beradi, ko'p nima qilishligini. Keyin siz o'zingiz tomonlama nima kerak bo'lsa, o'shani o'zingiz qilasiz va vizaga harakat qilasiz. Shu vizaga hozircha vaqtimiz bor. Ungacha biz ish haqida gaplashyapmiz. Chunki videomiz cho'zib ketmadim. Ish beruvchilar uchun. Bu yerda ko'rganingizdek umuman ish yo'q. Lekin bu agentlikda nima uchun ish yo'q? Ish bor-da, lekin ish ko'rsatib qo'ymagan. Bu to'g'ridan to'g'ri siz aloqaga chiqishingiz uchun. Mana bu yerga ish qidiruvchilar uchun yozib qo'yibdi. Aloqalar va masalan biz haqimizda haqqa kirib nima bu ish qiladi, nima qo'yadi, hammasini o'qib chiqishingiz mumkin. Va mana qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi juda ko'p ishlari yozilgan bor. Berilgan vizalar, 100 ta berilgan viza, rasmiy ishga joylashish 100%. 100% bilan rasmiy ishga joylashish 100% bilan joyga. Qaramlangan mamlakatda 10+ deyapti. Qaramlangan degani menimcha cho'rniga tushgan mamlakatni bilmayman nima degani. Qaramlangan. Xo'sh, ish qidirishga bosamiz. Mana ko'rganingizdek, biz sizga ish topishga yordam beramiz deyapti. Bizga o'z rezyumingizni yuboring deyapti. Xo'sh, sizdan kelayotgan narsa elektron pochtangiz. Elektron pochta manbay bo'ladi. Mana elektron pochtam turibdi. gmail.com shunga o'xshagan narsa. Google agar elektron pochtangiz bilmasangiz bunaqa Gmail degan bunaqa telefonga mail degan rasm bo'ladi, har rangli. Shunga kirib bilsangiz ham bo'ladi yoki Google Play'ingizdan kirib odamchang ustiga bossangiz o'shadan elektron pochtangiz chiqadi. Elektron pochta elektroningizni bilsa ishlatsangiz bo'ladi, lekin agar telefoningiz o'chib ketsa agar parolini bilmasangiz yangi o'tishingiz to'g'ri keladi. Chunki bu muhim emas. Chunki bu saytlardan faqat xabar keladi. Xabar kelgandan keyin faqat o'qisangiz bo'ldi, o'qib yozib qaytarish bilsangiz bo'ldi. Xo'sh, elektron pochtangizga yozasiz. To'liq ismingiz yozasiz, to'liq ismini yozasiz. Andrey Sokolov, masalan, misol ko'rsatib. Elektron pochta misolini ham ko'rsatib qo'ydi. Andrey Sokolov otini ham yozib qo'ydi. Masalan, qanday ot yozish kerak mana. To'liq ismingiz, familiyangiz va ismingizni yozasiz. Fuqaroligingiz O'zbekiston o'zbek yozasiz. Latviya. Yo'q, ko'p yozasiz. O'zbekcha yozasiz, masalan, fuqaroligingiz. O'zbekiston shunday o'xshab yozasiz. O'zbekiston telefon raqamingiz. Qayerdan bosasiz, bayroqchani strelkachani ustiga bosasiz. Qidirasiz, masalan, ko'rgan bo'lsangiz, pastga tushirasiz. O'zbekiston 998 bu yerdan telefon kodingizni yozib o'zingizdan davom etasiz. Mana bu WhatsApp va Telegram orqali siz bilan bog'lanadi. Bu siz bilan gaplashish kerak. Ko'pincha Telegramdan ham bo'lishi mumkin, chunki Telegramdan gaplashsangiz ham ko'pincha ehtiyot bo'ling. Chunki mashinliklar ham ko'p. WhatsAppdan bo'lishi mumkin. Aytib o'tganimdek, pul ichimda to'lamang. Oldindan pul ichimga bermang. Hech qanday pul kerak emas.
bu agentlik agar haqiqatdan o'sha davlatga sizga ish topib beryaptimi, demak buni o'zining litsenziyasi bo'lishi kerak va bu litsenziyasi bo'lgandan keyin bironta davlat, masalan o'zmigratsiya masalan bu har xil davlatning o'z migratsiya kompaniyalari bo'lganda sizdan pul so'ramaydi. Lekin o'zimizga masalan pul so'rayotgan bo'lgan, masalan qanaqadir nimadir pul to'ladiydi, shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin bular mana o'sha siz orqali menimcha o'sha kompaniyaga ish topib bergani orqali pul ishlagani uchun ko'p pul shuning uchun ichimdan pul talab qilmaydi. Sizni ustingizdan pul yeyishi mumkin. Yo o'sha davlat kompaniyaning o'sha kompaniyaga sizni topib bergani uchun o'sha kompaniyadan pul olishi mumkin. Yoki sizni o'sha joylashtirgan kompaniyaga joylashtirsa, siz masalan 2 million, masalan 3 million oylik olsangiz, o'shani masalan 500 ni 2,5 million sizga bersa, kompaniya 500 ni bu agentliklarga berishi mumkin. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Qo'sh telefon raqamingizni yozasiz, mana fayl bosasiz, ustidan chiqqandan keyin faylingizni tanlaysiz, telefondan telefonga ham chiqadi. Chunki rezyume yozishingiz kerak. Rezyume yozgandan keyin shu faylingizni bir joyga saqlab qo'yasiz. PDF formatda saqlanib qo'yasiz. Mana yoqqa bosasiz, o'sha rezyumengizni olasiz, shuni bosganingizda shuni kiradi. Keyin maxfiylik siyosatiga bosasiz, rozilik bildirasiz va yuborasiz. Yuborganingizdan keyin sizga o'zi elektron pochtangizga o'sha elektron pochtangizga kirgizsangiz, telefon nomeringizni shu uchalasidan biridan sizga bog'lanadi. Xo'sh, buni tushuntira oldim degan umiddaman. Endi xo'sh, skill pro bunisini bosamiz. Kopirovat bu agentliklar. Xo'sh, buni o'chiramiz endi, birinchisi kerak emas. Xo'sh, bu nima deyapti? Biz butun dunyo bo'ylab odamlarni joylashtirmoqdamiz. Ko'rdingizmi? Birinchisi va ikkinchisi, masalan, kommentariya yozayotgan odamlar uchun iloji bo'lsa videoni ko'ring. Biz mana sizga yozib turibmiz. Biz dunyo bo'ylab odamlar. Farqi yo'q. Qaysi davlatda bo'lishimiz kerak. Masalan, ishga oladi. O'zbeklar ish qidirish degan, ish qidirish uchun kasb hunarlaringizni mamlakatga kiritsangiz bo'ladi va butun dunyo deyapti. Va butun dunyo bor. Bu universal sayt, Latviyaga ochilgan bo'lishi mumkin, Latviyadan boshqarilishi mumkin bu sayt, ammo butun dunyodan ishga topishingiz mumkin. O'zbekiston ham, Rossiya ham. Lekin bular bossangiz ko'piga ish yo'q. Chunki bu davlatlar bor, lekin o'sha davlatga ish bo'lsa chiqadi, lekin ish o'rinlari deyapti. Ish o'rinlari degan, ish beruvchilar degan bor. Ish beruvchilarga kirmang. Ish qidiruvchilar bor. Siz oldin ro'yxatdan o'ting. Saytlardan agar kirsangiz, oldin iloji bo'lsa ro'yxatdan o'tib qo'ying. Qaysi o'sha men boshida aytib o'tganda birinchi davlatni tanladingizmi? O'sha saytlardan ish qidirib, bitta saytlardan faqat o'sha davlatning saytlaridan ish qidirib, o'shadan ish topishga harakat qiling. Chunki boshqa davlatga fikringiz o'zgarib, boshqa davlatga o'tib ketsangiz, fikringiz boshqa davlatga boraman deb qo'ysangiz, bu saytlar yana bu saytlarni esingizdan chiqarish kerak yoki yana boshqa saytlarga kirib ulardan qilishingiz kerak. Shu bilan keyin qidirib nima qilasiz? Miyangiz chalkashib qoladi. Ishga ro'yxatdan o'tib qo'ying. Ro'yxat o'tishni bossangiz, ro'yxat o'tish bor. Rezyumengizni ham xuddi mana shunday ishga masalan ish topsangiz, mana shu narsa chiqadi. Hozir men biror ish qilib topsam, mana shu narsa chiqadi. Chunki men buni oldin video olishdan oldin ko'rib chiqdim, masalan, ko'zdan chiqarib qo'ydim. Mana shu narsa chiqadi. Shuning uchun iloji bo'lsa ro'yxatdan o'tib qoling. Men sizga qisqacha aytib o'taman, chunki baribir hozir ish qidirganimizdan keyin ham
baribir shu narsa chiqib keladi. Shunga yana to'xtalishimiz to'g'ri keladi. Bu yerdan birinchisi ismingizni yozasiz, ikkinchisi elektron pochta, uchinchisi elektron pochta parolingizni yozasiz. Parolingizni tasdiqlaysiz. Masalan, bunga parolni yozsangiz, yana bu yerdan ikkinchi marta o'sha parolni qaytadan yozasiz. Mana ko'rganingizda yulduzcha borlar, yulduzcha bo'lgan joylar. Bu degani buni to'ldirishingiz shart. Shu mana bu yulduzcha yo'q, bir xil joyda yulduzcha yo'q. Qaysidir yulduzcha bo'lmasligi kerak. Yulduzcha bo'lmasa agar shart mumkin bo'lmaydi. Bizda yulduzcha bo'lmaydi. Bunga bor ekan, bundan keyin sayt qaysidir. Xo'sh, ism, elektron pochta parolingizni qaytadan terasiz. Mana bu aloqa telefon raqamingiz, mamlakat kodi bilan deyapti. Kodingiz bilan, masalan, 998 ana shu bilan boshlab kodingiz qaysi mamlakatda bo'lsangiz o'sha parol bilan terasiz. Xo'sh, millatni tanlaysiz. Millatingiz nima? Millatingizni tanlaysiz. Qaysi millat bo'lsangiz, millatingizni tanlaysiz. Masalan, O'zbekiston masalan, Lubboy davlati o'zingiz qaysi davlatdan bo'lganingizni millatingizni tanlaysiz. Joylashuv, qaysi davlatga O'zbekistonning qaysi joygasiz masalan yozasiz. Rossiyani qaysigasiz? Rossiya tug'ilib o'sgan bo'lsangiz, millatingiz Rossiya, millatingiz rus bo'ladi. Ruscha mana qo'yishingiz to'g'ri keladi. Tojik bo'lsangiz, Tojikiston va mana bu yerdan Toshkent bo'lsa viloyat yozasiz. Xo'sh, bu yerdan rezyume jo'natasiz. Rezyumengizni yuklangyapti. Faqat deyapti dosk degani nima degani va PDF formatiga ruxsat beriladi. Shu 3 ta formatdan birini ruxsat beriladi. Shu formatda yuklaysiz rezyumengizni. Siz tan olgan ko'nikmalaringizni, lavozimlaringiz minimal 5, maksimal 7 ta. Eng kami 5 ta, 7 ta maksimal masalan lavozimlaringizni siz tan olingan ko'nikmalaringiz. Siz masalan qaysini tan olasiz, masalan qaysini bilasiz, qaysi ishlagansiz masalan. Bo'lmasa tan olasiz. O'shani ya'ni transport vositalari mexaniki. Mana bu yozib qo'ydim shablon qilib. Ya'ni transport vosita mexaniki, transport vositalari mutaxassisi, avtomobil muhandisi, transport vositalari ta'mirlovchisi, avtomobil mexaniki. Shunga o'xshab masalan men faloncha traktorchi, faloncha yer haydovchi, yer dehqon, faloncha masalan nima ishlamasalar nima qilmoqchi bo'lsangiz, shunday qilib ko'nikmalaringizni yozib bitasiz. O'chmalardan bir 2-3 tani belgilaysiz va yuborasiz. Bu degani ro'yxatdan o'tish bo'ladi. Ish ko'nikmasini kirish, qidiruv kirish, hamkorga kirish, ro'yxatdan o'tish. Xo'sh, ro'yxatdan o'tishni ko'rsatdim. Buni bosanishi hamkor nima ekan? Hamkorga kirish. Elektron pochta va yo'q. Tizim markaziga kirish menimcha kerak emas. Xo'sh, boshiga qaytamiz va ish o'rinlarini bosamiz. Ish o'rinini bosgandan keyin ko'ryapsiz. Bu yerdan buni ko'p gapirib o'tmaymiz. Men aytganim bu chunki uncha ko'p qiziqarli emas. Bundan ish topsangiz bo'ladi, bunda ham. Bunga ko'p analar bor. Viza hamkorligi bor. Chunki bu ko'pincha masalan Birlashgan Amirliklar, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirligi, Qatar, shunaqa o'xshagan joyga ko'p ish bor. Ko'pincha viza ham qilib beradi sizga. Mana viza homiyligi bor dedi. Buyuk Britaniyaga ham sizga viza homiyligi bor. Bu shunaqa bu qanday ishni qidirayotgan uchun men boshiga aytayotgandek, masalan tilni yaxshi bilsangiz, bironta kasb hunarida egasi bo'lsangiz, shunga shu saytga kirib ish topsangiz bo'ladi. Agar siz oddiy odam yoki oddiy bir tilni uncha ko'p bilmaydigan shunaqa odam bo'lsa, chunki bu yerga kirib, bu saytlarga kirib o'tib, bunisiga kirib qidirish shart emas. Chunki bularning talabi kuchliroq. Masalan, Arabistonda Saudiya Arabiston chegara savdo do'koni vakili kerak. Mehmonxonadagi xodimi viza homiyligi deyapti. Bu qayerga? Kuvaytga kiramiz.
viza ham homiylik qilar ekan, masalan mana bu yoqqa oyligini ko'rsatib qo'yadi. Viza homiylik qilinadi deb qo'yibdi, lekin bu yoqqa yo'q deb yozib qo'yibdi. Viza balki ish masalan topsangiz vizaga yordam berishi mumkin. Bularni masalan boshida o'qissangiz ham bo'ladi, lekin ko'pincha e'tibor bering, o'qishga ko'p harakat qilmang. Agar qiziqarli sayt bo'lsa, mana bu viza homiyligi bor ekan. Viza homiyligi bor. Ko'p mana shunaqa bir xil saytlarni o'qishingiz shart emas. Ishni oxiriga o'tkazingda iloji bo'lsa talablar degan joyini bir o'qing. Chunki masalan bunaqa saytga kirsangiz bir xil saytlarga qiziqarli saytlar bo'ladi. Uni boshidan oxirigacha o'qib, ko'rib nima qilsangiz bo'ladi. Chunki ularga yozilmaydi. Masalan til bilimi, qanaqa talablar, kuchli talablar qo'yilmaydi. Masalan bir xil Yevropa saytlariga bir xil boshiga ko'rsatgan saytimga masalan unaqa yo'q, faqat agita shu narsalarni to'ldirib jo'natasiz, sizga aloqaga chiqadi. Sizni ishchi kerak bo'lsa siz bilan gaplashadi, muloqot qiladi. Muloqotdan o'tsangiz video bilan suhbat qiladi. Suhbatdan o'tsangiz sizga darrov o'zi taklifnomalarni jo'natib, sizga yo'l-yo'riqlarni ko'rsatadi. Siz o'zi o'sha narsalarga harakat qilib o'zi siz professional bo'lib ketasiz. Masalan, qanday viza olish kerak, nima qilish kerak, o'shanga bir marta o'rganganingizdan keyin o'tib ketasiz. Xo'sh, mana yoqqa talablarga degan joyga o'qib ko'rasiz. Talablarga javob berasiz. Bu fillar juda ko'p, muloqot qilish kerak. Ingliz tilining asosiy bilimlarini talab qilinadi. Masalan, arabcha ham ingliz tilini yaxshi bilishingiz kerak. Mehmon bilan restoranga muloqot qilishni yaxshi bilishingiz kerak. Mehmondo'stlik, masalan, restoranga qanday bo'ladi? Chet elga masalan siz boryapsiz, Kuvaytda boryapsiz. Ularning tilini ham bilmaysiz. Siz o'zbekchangiz hech kimga va ruschangiz hech kimga kerak emas. Faqat inglizcha bo'lish kerak. Inglizcha yaxshi bilsangiz, mana shunaqa homiylik ishlarni birdan topsangiz bo'ladi. Masalan, ko'p inglizcha bilaman desangiz, mana shunaqa joylarga kirib, masalan, obunachilarning ichiga balki inglizcha bilayotgan bor. Shunga kirib, ish topsangiz bo'ladi. Britaniyaga masalan ko'rganingizni, Britaniyaga ishchi bor, lekin bu yerga dizayn menejer deyapti. Siz yaxshiroq bularni bilishingiz kerak bu sohalarni. Tushuntirayotganimdek bu sohalar qidirsangiz bo'ladi. Mana bu yerdan boshqa ishlar ham chiqadi. Lekin oddiy ishlar juda oz. Va oddiy ishlar bo'lgani bilan siz til bilishingiz yaxshi kerak. Lekin saytning eng zo'r tomoni mana ko'rganingizda mana ba degani bu ba deganini o'qisangiz, bu Birlashgan Arab Amirligi demak degani. Mana Birlashgan Qirollik bilan bu mana Birlashgan Arab Amirligi. Buyuk Britaniya mana London shahrida masalan 63,000 funt sterling deyapti. Yiliga menimcha yiliga. London shahrida deyapti. Yani bu qanaqa ishligini ko'rib ko'rasiz. Mana bu ham mana shu bitta firma, bu ham Amerikaga, Buyuk Britaniyaga kechirasiz. Buyuk Britaniyaga ham Birlashgan Arab Amirligiga ham ishchi jo'natadi. Bu agentlik o'zi mana shu bitta sayt sizni ko'plab davlatlarga ishga, bu agentlik saytli ko'plab davlatlarga sizga ishga jo'natadi. Xo'sh, qiziqsangiz, agar siz yaxshi tilni bilsangiz, masalan, birorta zo'r kasblarni, o'sha restoran, oshxona va shunaqa ko'p saytlarni bilsangiz, ularni kasblarni bilsangiz, shu yerdan kirib boshqa ishlarni ham balki bo'lishi mumkin, boshqa ishlarni ham qidirib topishingiz mumkin. Chunki buni viza homiyligi bor ekan. Xo'sh, buni da kiramiz. Endi ajes.com o'z Latviya haqida ketyapti. Latviyani bu ko'rganingizdek, bu Latviya degan umuman Latviya shahri yo'q. Birinchisiga Latviya agentstvalari bo'lishi mumkin edi. Lekin ikkinchisiga umuman Latviya haqida gap ketmayapti. Lekin o'rga dunyoga qanaqa shaharlar bo'lsa, dunyo bo'ylab ish topib berayotgan agentlik ekan.
Xo'sh, mana bu yerga ko'rganingizdek bu sayt va Rabota ruscha qilsangiz bo'ladi. Chunki bu saytni boya kirib ko'rdim. Tillari mana ingliz, hindcha, arabcha, fransuzcha, ispancha, ruscha. Bu ham ko'rganingizdek balki Latviyaga ochilgan bo'lishi mumkin, lekin Latviya sayti emas menimcha. Latviyaga ish yo'q ko'pincha. Xo'sh, bu saytni boya kirib ko'rdim. Nima deyapti? Mana bu yerdan ko'rganingizdek mana Bahrayn, Yigit, Omon, Qatar, Muscat, Qatar, Saudiya Arabistoni, Kisa degani bor. Shu mana shunaqa arab mamlakatlariga Yigit, shunaqa Qatar, shunga o'xshagan joylarga faqat ish bor. Bu yerga Litva bunaqa narsalarga Yevropaga ish yo'q. Mana Saudiya Arabistoni, Arabiya deyapti. Kontrol kachества Saudiya Arabistoni. Xo'sh, Yigitga deyapti. Boyna qaydan kirib turdim? Tip joynasti. Договор deb bosdim mana bu yerga qanaqa времени стажировка. Siz договор bilan ishga bormoqchisiz. Договор deb bosamiz. Mana bu yerga o'zi 4 tagina ish bor mana. Ishlayapti, nima svarshik kerak deyapti mana. Tik degani nima degani? Для другое сварка. Tik degani qanaqa svarka turligini bilmayman, lekin yana boshqa svarka, другое сварка deyapti. Yana boshqa svarka, ko'p svarka kanallarni ishlatib olish kerak. Mana men ishim svarshik tik на другом сварка deyapti. Для работы для Сауд Арабия deyapti. Требуется 2 года deyapti. Производство проекта и качество сварщика. Требуется 2 года производственный проекты. Siz masalan 2 yil tajribalik 2 yil svarchik bo'lgan bo'lsangiz, o'sha sizda masalan optingiz bo'lsa, o'shani talab qilyapti sizdan. Sanam Saudiya ish deyapti, Saudiya Arabistoniga deyapti. Kompaniya rabota deyapti. Mana bu yerda bosasiz va sizga shuni hozir ruscha hozir Rossiyaga bo'lmaganim uchun ko'p ruscha esimdan chiqib ketdi, lekin bu ruschani o'qishni ham bilaman, lekin tarjima qilishga juda ko'p qiynalaman, chunki hozir ham esimdan chiqib ketdi anchasi. Mana bu yerga kompaniya haqida ma'lumotlar bor. Mana yoqqa ishim svarchik tik deyapti, boya aytganimdek, optni svarchik deyapti. Sertifikat deyapti. Наличие сварщики, сертификат и удостоверение одобрения. Nima deyapti? Yashash joyi va transportlar kompaniya tomonidan beriladi. Рабочее время, ish vaqti diniy недели deyapti. Ish vaqti deyapti 1 hafta, 1 oy, 1 hafta, 1 oylik deyapti. 1 hafta, 1 kunlik deyapti. 6 deyapti kun dunyo deyapti, 6 kunga deyapti, 48 soat ishlaysiz menimcha. Srok kontrakti deyapti. Srok siz bilan shartnoma tuzadi. 2 yilga shartnoma tuzadi deyapti. Рабочий виза предоставляется kompaniya. Mana ishchi vizani kompaniya qilib beradi deyapti. Bu ham sizga foydali. Demak, siz masalan qidirsangiz, bu yerga juda ko'p bor. Kam ish bor. Biroz ko'proq bo'lishi mumkin, chunki ko'p ishlari optni juda ham kuchli tajribali ishchilar kerak bo'ladi. Mana bu hozir ko'rsatamiz, svarchiklar masalan bir ikkita yaxshi svarchiklar bo'lsa, mana bu yerga to'ldirib zaryadga qoldirasiz. Ismingiz, elektron pochtangiz, kontaktingiz, pozitsiyangiz, erkak va ayolligingiz yozib qo'yasiz. Kollejni yozib qo'yasiz. Qanaqa средняя shkola. Qaysi o'quv ma'lumotingiz masalan obrazovaniyingiz
qaysi universitetni qaysi bitirgansiz masalan, o'rta o'quvdami, diplom yoki stipendiya, bakalavr, magistraturami, doktorskiy stipendiya, другой keyin boshqa deyapti. Shuni belgilaysiz. Agar boshqa ma'lumotlaringiz yozasiz. Mana bu yerga mana shu formatda, bo'yin aytayotgan formatda rezyumengizni bosib yuklaysiz va подать заявку, arizani jo'natishga bosaverasiz. Va siz bilan aloqaga chiqadi. Bu qayerda? Saudiya Arabistoni va Arabiya deyapti. Bu ham masalan so'rashni bilsangiz, bu ham menimcha balki gaplashib berasiz, balki til talab qilmaydi, chunki bu yerda til haqida gapirmagan. Balki til bilmasangiz ham farqi bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun shuni gaplashib ko'rasiz. Strana deyapti. Xo'sh. Bundan chiqamiz. Bu uncha aytayotgan bo'yicha bular mana residence, bu ham residence buni qarab ko'ramiz. Ko'p Latvaniki emas, bu aralash saytlar ham bor ichida. Shuning uchun bunda faqat Britaniyani agentligi bu. Britaniya, Angliyaga ish qidirishga bossangiz, shu yerdan siz ish topsangiz bo'ladi. Yoki aloqaga chiqsangiz sizga ish topib beradi agentliklar. Xo'sh, buni ko'rsatmaymiz. Bu videomizdan yiroqda. Xo'sh, bu kopirovat. Sizga ishni boshini qanday qidirish kerak va muloqot qilish kerak, qanday javob savol, qanday gaplashish kerak, shuni hammasini aytib berishga qaror qildim. Shuning uchun bu videoni olishga qaror qildim. Mana bu yerda ko'rganingizdek, mana barcha ish e'lonlari deyapti. Bosamiz. Hozir ko'ramiz qaysi chet el ish topish. Bu ko'rganingizdek, bu ham universal sayt. Universal sayt degani ko'plab davlatlarga ish bor, mana qarang. Portugaliya, Gretsiya, Netflix uchun dunyo mavjud. Kipr, Portugaliya, Chexiya Respublikasi, Gollandiya texnik mijozlari qo'llab-quvvatlaydi. Shu mana ko'rganingizdek ishlar chiqib kelaveradi. Hayvondan boshqa Malta, content yozuvchisi. Agar sizni ishingni ko'p mana ko'rsangiz, afzal ko'rayotgan manzilingizni o'rganing. Qaysi davlatga bormoqchi bo'lsangiz, bu saytning eng yaxshi tarafi mana ko'rganingizdek, mana bu yoqqa turli xil shaharlar bor. Shundan xohlaganingizni tanlab, o'sha joydan ish topishingiz mumkin. Chet elda o'zingizni yoqtiradigan ish toping. Mana bu yerda chet elga deyapti, o'zingiz yoqtiradigan tilga ish toping deyapti. Yoqtirgan tilingizga, bu menimcha bo'yna ko'rganim til tanlang. Til tanlaysiz. O'zbekcha yo'q, faqat turkcha bor, ruscha bor, inglizcha bor, Slovakiya, Portugaliya va boshqa tillar bor. Buni men bo'yna ko'rdim. Bu masalan ruschaga masalan ishlar bor, mana ruscha, rus tilida, Kiprda bor. Kipr. Bu degani faqat bu saytda ish topish juda qiyin. Osonda, lekin nima desam, til bilishingiz kerak. Ruscha bilsa, mana ruschani yaxshi bilishingiz kerak. Masalan, yaxshi muloqot qilayotgan bo'lsin. Chunki bu juda qiyin. Professional, masalan, ish tajribasi bor odamlar uchun-da, masalan, bu ishlar. Masalan, rus onlayn o'yinlari taqdimotchisi Filippinlarda, masalan, Filippinaga mana ish, Gretsiyaga masalan Rossiya mijozlari qo'llab-quvvatlash, Microsoft Export Ofina va mana Rossiya mijozlariga xizmat ko'rsatish.
Rossiya masalan IT qo'llab-quvvatlash. Ruschani bilsangiz, mana Vengriyaga ish bor. Masalan, xohlaganingiz ana shu rus tilini bossangiz, rus tilida mana shu tilga ish bor. Masalan, Kiprda bo'lsa ham, masalan, Kiprda ish bor. Lekin ham bu ruschani bilishingiz kerak. Mana ko'rib qolgan bo'lsangiz, rus tili, Kipr. Mana shuni talablari juda ko'p. Bu mana bu yerda sizning malakangiz deyapti. Rus tilini ona tili darajasida bilishingiz kerak. Va deyapti, yozish hamda ham yozishda ham o'qishda gapirishda ona tili darajangiz, o'zingiz tilingiz qanday gaplashsangiz ruscha shunday gaplashishingiz kerak. Hamda deyapti, ingliz tilini ravon so'zlashingiz olasiz deyapti, B2 darajada. Ham ingliz tilini B2 darajada bilishingiz kerak. Siz kompyuter yaxshi tushunasiz. Ham kompyuter yaxshi tushunishingiz kerak. Demak, o'quv shapkachasini qo'yib qo'yibdi, 3 yillik tajribali ham bo'lishingiz kerak. Bu juda ko'p tajribali shunaqa odamlar uchun sayt. Buni eng yaxshisi menimcha bu saytni mana bunaqa CV yarating deyapti. Rezyume yaratish joyi bor ekan, lekin men hali yozib ko'rganim yo'q, lekin siz iloji bo'lsa yozib ko'ring. Bu sizga bepulga tushishi mumkin. Masalan, mana yoqqa yozib qo'yasiz, sizdek tomonidan yaratilgan CVni bildirgan, xush kelibsiz. Bu yoqqa 20 daqiqada ko'proq vaqt ichida deyapti, ingliz tilida professional rezyume. Professional rezyumingizni yaratish uchun biz 9 ta oson qadamni qo'ydik deyapti. Keyingi tugmani bosing va 9 qadamdan o'tganingizdan keyin mana shu yuborish mumkin bo'ladi. Mana yuklab oling deyapti. Demak, bu yuklab kompyuterga masalan o'zingizga yuklab olsangiz bo'ladi deyapti. Yuklab olish kerak, yuklab olsa yaxshi bo'lsa agar, chunki ba'zi joylar yuklab bo'lmaydi. Bu degan mana siz agar shunga hozir yozsangiz, bemalol keyin mana shu 9 ta qadamdan o'tishingiz kerak. Mana qarang, 1 2 9 ta qadamda siz mana shunaqa anketalarni hammasini to'ldirasiz. Sizning rezyumingiz professional darajadagi yaxshi to'ldirib, iloji bo'lsa yaxshi joylarga ishlagan bo'lsangiz, yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, shu mana shu 9 ta qadamdan o'tgandan keyin shu rezyumeni o'zini yuklab olasiz va boshqa любой davlatga yoki любой ishchilarga shu boya ko'rsatib o'tgan rezyum jo'natish joyiga bosib, shu rezyumingizni ko'chirib olgan joyingizdan belgilab, shu rezyumingizni jo'nataverasiz. Siz bilan bog'lanadi keyin. Mana rezyumni boshlanishiga ism, familiyangiz, yil to'lgan yilingiz, mana ko'rganingizdek boya aytib o'tganimda yulduzcha borlar majburiy. Bunga mana bu bunisiga yulduzcha yo'q. Bunga majburiy emassiz, ixtiyoriy deb yozib qo'yibdi o'zi mana. Bu yerdan siz rasmingizni masalan vibrator 2 megabaytdan ortmasligi kerak. Rasmingiz. Xuddi pasport rasmiga o'xshab rasmingiz bo'lsa, eski bo'lmasligi, menimcha yangi bo'lsa yaxshi. Eski bo'lsa ham farqi yo'q menimcha. Endi juda eski bo'lmasin. Yoki yangi bir pasportga tushganda rasm tushasiz. Shu rasmingizni belgi qilasiz. Yo'qsa chiroyli qilib o'zingiz telefonda rasm tushirib, Photoshop bilanmi yo bironta telefonda hozir ko'pki Photoshop bor, programmalari bor. O'shandan kesib olib, pasport rasmini o'sha pasport qanaqa rasm kerak, o'sha rasmni kesib olasiz va shunga joylashtirasiz. Millatni tanlaysiz. O'zbekiston millati, Tojikiston millati, Qozoq, Qirg'iz, xohlagan millat, qaysi millatdan bo'lsangiz tanlaysiz. Fuqaroligingizni tanlaysiz. Millatingiz o'zbek, fuqaroligingiz o'zbek, elektron pochtangizni tanlaysiz. Va mana bu yerda LinkedIn degan hozir kuchli sanoq bor, ish sayti bor. Bu yerda ko'pincha kompaniya masalan professional yaxshi ish egalari bo'lgan odamlar ko'p kiradi. Shu saytga ega bo'lsangiz, shuni kirgizishingiz mumkin linkini. Bo'lmasa shart emas. Qo'shmaybadan mamlakat kodi deyapti. Telefon raqami kodi bilan kirgizasiz. Tanlaysiz, masalan Belarusiyani tanlaysiz. 300. Endi men o'zim Belarusiyani sizga tanlab etdim, masalan Ozarbayjon, o'z kodlari bilan chiqadi. Tanlaysizda, keyin qolganini
to'ldirasiz. Kodigadan chiqqandan keyin davomidan to'ldirib ketasiz. Keyingisiga o'tasiz va mana shu 9 ta qadamni tugatganingizdan keyin rezyumengizni yuklab olasiz. Ham aytayotganda ham rezyume deyiladi, bir xil joyga CV ham deyiladi. Rossiyaga ruscha qo'nishayotgan turkchaga biroz o'rganib qolibman. Ruscha gaplashayotgan odamlar ko'pincha rezyume deydi. Ruscha masalan Rossiyaga masalan rezyume deydi, o'zimizga rezyume deydi. Lekin Yevropaga CV deydi. Yevropa boshqa davlatlarga CV deydi. Shu CV degani rezyume degani. Xo'sh, buni tushuntirib oldim. Bunga hozir mana O'zbekiston ko'p saytlarga O'zbekistondan Turonwork'ni gapirib o'taman. Shundan ko'ramiz hozir. Chunki mana bu ko'p kirgan saytlarimiz ko'pi bir ikkitasi Yevropaga saytlarga Yevropa saytlari bor, lekin ko'pi Latviyadan biz Latviyani saytimizni qidirmoqchi edik, lekin ko'p saytimiz Latviyaniki bo'lib chiqmayapti. Dunyo bo'ylab saytlar, boshqa ishlarni. Nima sizga endi farqi yo'q, Latviyami, boshqa davlatmi? Sizga qanday ish topishdi, qanday muloqot qilishdi, sizga qanday gaplashish kerakligini aytib o'tyapman. Xo'sh, ba'zi bir saytlarni o'zini biz bilan bog'lanish degan joyi bor. Bog'lanish yo biz haqimizda, biz bilan aloqaga chiqing degan anaqa yuqorida joylari bo'ladi. O'shanga bossangiz elektron pochtasi bo'ladi. Elektron pochtasini ustiga bosasiz. Kopirovat qilasiz. Mana elektron pochtaga o'tasiz. Mana bunday elektron pochtaga o'tasiz. Mana elektron pochtangiz chiqadi. Va mana bu yerdan napisat degan bosasiz. Yangi kamu deyapti. Mana elektron pochtani mana shu yerga belgilaysiz. Belgilangandan keyin bu yerda kompyuterdan boshqa telefondan bo'lsa telefondan переводчикка o'tib, переводчик o'zbekchaga yo inglizchaga o'girayotgan qilib yozasizda, masalan ruschaga o'girayotgan qilib, masalan ruscha ko'p bir xil kompaniyalar ruscha bilan gaplashsa, ruscha jo'natasiz. Bir xil ko'p davlatlarga inglizcha kerak bo'ladi, inglizchaga inglizchaga o'girib, o'zbekchaga yozasiz yaxshi. Masalan, men O'zbekistondan shunaqa men O'zbekistonlikman, O'zbekiston fuqaroligi uchun O'zbekiston fuqaroli bo'lgan odamlar uchun ishlaringiz bormi? Siz ishchi olasizmi shu davlatdan? Men masalan paloncha pistoncha svarchik bunday shunaqa shuni sizga masalan ishga siz kompaniyangiz va sizni agentingiz orqali ishga kirishim kerak deb yozasizda, manaki boshida kamu degan joyga siz elektron pochtasini qo'ygan bo'lasiz. Bu yerga xatini yozasiz. Keyin mana bu отправить degan tugmani bosasiz, ketadi. Ketgandan keyin sizga o'zi javobi, mana bu boshiga javobi keladi. Bo'lmasa iloji bo'lsa bu spam degan joyga kelishi mumkin. Yo входящийga kelib turadi sizga javobi. Tushuntirib oldim degan joyi bor. Joy umiddaman. Xo'sh, nazar qilib qaytamiz o'ziga. Mana Turonwork bu ko'rganingizda mana inglizcha turibdi. Qanaqa til bor? O'zbekcha bor, ruscha bor, inglizcha bor. Bu degani ruscha ham ruslar ham masalan o'zbekcha yashayotgan ruslar uchun hamcha o'zbeklar uchun inglizchani tushunib, inglizchani qo'yib o'sha tili bor ekan. Demak, bu yerdan ish topgangiz bo'ladi. O'zbekcha qo'yib, mana o'zbekcha qo'yasiz. Mana ish o'rganasiz. Qanday ish bog'lansam bo'ladi deyapsiz. Mana biz haqimizda bilib ko'rsangiz davlatlar haqida Osiyo, Yevropa, Shimoliy Amerika, ko'p joylarga mana ishchi yozib qo'yib qarang. Qaysi davlatlarga shu yoqqacha sizga ish topib bera oladi. Blog, galereya, hamkorlik. Xo'sh, men ishlashni xohlayman degan bosasiz. Va mana bu yerdan ko'rganingizda chiqadi. Ishlashni xohlayman deysizmi, bosasiz. Do'stlar bilan bo'lishing. Va Facebook va Telegramda siz boshqa odamga jo'natsangiz bo'ladi. Keyin mana bu yerda kerak bo'lsa, mana payvandchi, mutaxassis, zavod ishchisi
mehmonxonalar, quruvchilar, dehqonchilik ekan. Mebel ustasi, haydovchi. Kechirasiz, bir xil adashib ketaman. Chunki har xil tilda o'qib, ham inglizcha, ham ruscha, ham turkcha, ham o'zbekcha chiqaveradi-ku, shunday odam adashib ketadi. Bizani paytimizga kirlichaga o'qisdik, 7-sinfda lotincha qilib yubordi. Bizlar ko'pincha shuning uchun ko'pimiz sinab qoldik. Adashayotgan bo'lib qoldik. Yozuvlarda ham shunday xatolar qilib yozayotgan bo'lib qoldik. Hozir ham shunday bo'ladi. Ko'p xato qilamiz. Ruscha masalan, kirlicha yozaman desam, lotincha qo'shib yuboraman. Lotincha yozaman desam, kirlicha qo'shib yuboraman. Xo'sh, boyaqiga kirmasdan oldin zavod payvandchi, masalan, zavod ish kirib ko'raylikchi. Mana ko'rganingizda zavod ishchiga kirib ko'rdim. Mana shu ishlar bor. Slovakiya, Latviya, masalan, Vengriya, Polsha, Germaniya, 1 yillik Germaniya vizasi. Benim vizasi ham bor. Sizga ish kerak, mana shuncha ishsiz. Koreyada Y9 vizasi bilan ishlagan nomzodlar diqqatiga. Siz ishlagan bo'lsangiz, Y9 Koreyaga ham bor. Yaponiya, Yevropa, Slovakiyaga, Estoniya, Litva yoki Latviyaga payvandchilar ish o'rinlari deyapti. Payvandchilar bo'lsa, mana Latviya, Litva, Slovakiya hammada ish bor. Payvandchilar bo'yicha kollej diplomingiz bormi? Kollej diplomingiz bormi? Unda siz uchun super yangiliklar bor mana. Bu deyapti, endilikda Koreyaga deyapti, Y71 viza bilan viza uchun payvandchilik bo'yicha kollej diplomi borlarni ham qabul qilamiz deyapti. Kollej diplomi bor, uni ham deyapti, Yevropa, Koreyaga Y71 viza uchun payvandchilik qabul qilamiz deyapti. Avstraliyada ish orzu qilganmisiz? Qolganmiz. Bosalikchi nega Avstraliya? Xo'sh, mana Avstraliyaga 6 oy ichida viza. 6 oy ichida viza deyapti. Oylik $3000-$4000gacha payvandchi Argon Pol avtomatik. Argon Pol avtomatni bilsangiz, mana shu yerga masalan borsangiz bo'ladi. Talablar erkak 20 yoshdan 45 yoshgacha ish tajribasi bo'lishi shart emas deyapti. Ingliz tilini kamida boshlang'ich daraja bilsangiz bo'ldi deyapti. Bironta masalan ingliz til kurslariga bironta ozroq domla topib biroz o'rganib olasiz. Yoki kompyuterdanmi, telefondanmi, televizordanmi ko'rib bironta mashq qilib tinmasdan o'rgansangiz, harakat qilsangiz 1-2 oy ichida, 3 oy, 4 oy ichida yaxshi inglizchani ozroq salom balom qila olishni o'rganib olasiz. Agar biz sizga Avstraliyaga ishlash orzu qilganingizda ish boshlash uchun qanday yordam berishimiz mumkin deyapti. Agentligimiz tomonidan barcha hujjatlarni rasmiylashtirish, viza, aviachipta, ish joyiga kuzatib borish, ijtimoiy himoya ko'rsatish, muddatli va doimiy monitoringni tashkillashtiradi. Bepul maslahatlar olish uchun quyidagi so'rovlarga ma'lumotlarni kiriting va biz sizga ish kuni va davomida murojaat qilamiz deyapti. Siz ma'lumotlaringizni kirgizasiz, sizga murojaat qiladi va mana shunday qilib sizga yordam berishga mumkin. Viza ham agentliklar tomonidan barcha hujjatlarni tayyorlab beradi. Shularni tayyorlab bersa, balki sizdan pul olishi mumkin. Lekin mana saytlari bor, hamma narsasi bor, ishlari ko'p. Bu ishonchli sayt, masalan, litsenziyaga ham ega deb yozilgan. Saytlari bilan bor. Hamma narsa ma'lumotlari bor, hamkorliklar, mutaxassislik biz haqimizda deyapti. Bularni haqida bilib olsangiz bo'ladi. Agar manzillari bo'lsa, qanaqa odamlarni o'zini yo'nalishi ham bor mana. Nodirbek, Muhitna, Durdona, shuncha odam mana ishlaydi menimcha. Mana shuncha odam ishlaydi. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 4, 8, 12, 13, 14 kishi. 14 ta odam ishlaydi. Odamlarning ham rasmi bor. Demak, bu ishonchli saytlardan, litsenziyali saytlardan biri. Xo'sh, boshiga ish qidiryapmiz deb bosdik.
mana ishlashni xohlayman deb boshlaganingizdan keyin mana bu yerga to'liq ismi familiyangizni yozasiz, telefon raqamingiz, dastur. Masalan, barcha mana dastur tanlaysiz. Masalan, barcha vakansiyalar. Masalan, barcha ishlar degan. Ish, sayohat. Ish va sayohat. Ham ishlab ham sayohat qilaman desangiz, buni tanlaysiz. Yillik bo'sh ish o'rinlar. Yillik 5 ish o'rinlar. Masalan, 1 yillik bo'sh ish o'rinlar. Bosasiz. Qaysini kerak bo'lsa, barcha masalan xohlagan ishchilar, universal ish kerak bo'lsa, barcha vakansiyani bosasiz. Ham sayohat qilmoqchi bo'lsangiz buni bosasiz. Yillik bo'sh ish o'rinlar kerak bo'lsa, buni bosasiz, belgilaysiz, birontasini belgilaysiz. Xo'sh, buni belgilagandan keyin mana mutaxassisligingizni belgilaysiz. Payvandchimisiz, zavod ishchi kerakmisiz? Masalan, agar payvandchi bo'lsangiz, suvatchi bo'lsangiz buni bosasiz. Quruvchilar bo'lsa buni bosasiz. Agar ikkalasini ham bilmasangiz yoki mehmonxona, restoran xizmatlarini bilsangiz buni bosasiz. Uchalasini ham bilmasangiz, masalan, zavod ishchilariga bosasiz. Masalan, zavodda ishlashingiz mumkin. Xo'sh, davlatni kiritasiz. Xohlagan davlatingizni. Endi xohlagan davlatingiz qaysi davlatga xohlasangiz bormoqchi bo'lsangiz shuni kiritasiz. Xohlasangiz hamma Germaniya, AQSh, Janubiy Koreya hammasi bor. Mo'tadala Xitoy, Kipr, Chernogoriya, Qatar, Rossiya, Kuvayt, Serbiya. Davlat kiritasiz. Viloyat. Birorta davlat kiritasiz. Janubiy Koreya masalan. Germaniyani kiritdingiz. Mana Germaniyani qaysi joyga bormoqchisiz? Berlin. Mana bu yerda IELTS, TOEFL sertifikat bormi? Bironta sertifikat bormi? Mana shu haqida bor bo'lsa ha deb qo'yasiz, yo'q bo'lsa yo'q deb kiraveradi bu yerga. Sizning xatingizga keyin bu yerga bironta narsa so'ramoqchi bo'lsangiz, men masalan palonchi pistonchi, men siz bilan bog'lanmoqchiman, men ishga bormoqchiman, shunday deb bironta narsa yozasizda, men robot emasman deb bosasiz. Bu belgiga mana yashincha bo'lgandan keyin ma'lumotingizni jo'natasiz. Va siz bilan bog'lanadi. Keyin gaplashib, bemalol ishga ariza berib yoki ishni tanlab vizaga harakat qilsangiz bo'ladi. Xo'sh, buni tushuntira oldim. Bu agentlikda har bir videoga silkasini qo'yib boryapman. Iloji bo'lsa hammasini yana mana go'daklarni Litva, Latviyani tagiga qo'yaman. Xo'sh, mana bu yerda Latviyani saytlari bor. Videomiz ham 1 soat bo'lib ketdi. 1 soat bo'lib ketdi videomiz. Mana bu Nova Go LB. Bu nima ya? Davlat sayti deyapti. Latviyani o'zi davlat saytlari mana. Davlat sayt mavsum ish vakansiyalari. Masalan, bosamiz. Mavsum ishlar saytlari vakansiyalari ham bor ichga deyapti. Lissavi. Qidirish. Xo'sh, mana bu yerda siz переводni qo'shamiz. Litovskiy. Xo'sh, bu saytda ko'p narsalar, masalan, ish berish, ishsizlik haqida ariza berishingizni, ishsizlar uchun, xodimlar uchun, ish beruvchilar uchun, ishsizlik maqomi. Mana ishsizlik maqomini ham sizga masalan ishsizlik maqomini olsangiz ham bo'ladi. Masalan, ish qidiruvchi maqomini olsangiz ham bo'ladi. Shuni bosasiz, o'zi sizga nima qilish kerak, nima qo'yish kerak hammasini ko'rsatib qo'yganlar. Ish maqomini olish. Bosasiz, videosi bilan, mana bu yoqqa ma'lumotlar bilan, mana bu yoqqa qog'ozlarini qo'yib qo'yibdi. Qanday nima qilish kerakligini, ariza to'ldirish kerak, elektron pochta, mana shu qanday bosqichlardan o'tishingiz kerak. Shu mana shu saytga menimcha siz ishsizlik maqomini olasiz. O'qish oson. Ishsizlik maqomini olgandan keyin balki sizga keyin ish top bironta
bu ishsiz degandan keyin sizga ish berishi manimcha bo'lishi mumkin. Lekin buni bilan o'sha joylarni ko'rdimki, davlatlar orqali e, ish- qanday anaqa qilish kerak hammasini ko'rsatib qo'yilgan. Yevropa ish imkoniyati desangiz ham bo'ladi. Ko'p narsalar tushuntirilgan, ko'p tushuntirgan. Lekin men bunga ko'p qilmadim, o'qidimda, lekin mana bu yoqqa CV na ish portali deb yozibdi. CV na ish portali, mana bu yoqqa yozibdi. CV na ish portali, shunga bosib qo'ydim. Davom etish. Shunga bosib qiziqib ko'rdim. O'zbek tiliga qo'ydim. Va mana bu yerda men ko'rdimki, boshiga tushunmadim. Mana lavozim boshqaruv, yalpi ish haqi, joy, viloyat doirasi, bandlik turi. Mana bu yerda to'liq ish hajmi, masofaviy ish, yarim kunlik ish, qisqa masofadan ish xorijiy ish safarlarini o'z ichiga oladi deb yozib qo'yibdi. Keyin mana bu yerga ko'rdim, mana mavsumiy ish degan joy bor ekan. Uni bosdim. Va qidiruvni bosdim. Va ko'rganingizdek, mana bu yerdan ko'plab mavsum ishlar chiqib keldi. Ko'plab emas, 1 2 3 4 10 20 ta mavsumli ishlar. Shundan men bundan qarab turibman, o'rmon xo'jaligi ishchisi, ombor xodimi. Mana bu yerda bunaqa qilsangiz pastga tushirib, mana bu yerni pastga qarasangiz, mana mavsumi 1 2 3 4 tami 5 ta qishloq xo'jaligi ish bor. Va mana mehmonxona xizmati bor va boshida ko'rganingizdek o'rmon ishchisi bor. Mana bu bir ikkitasiga qiziqib ko'rdim, tekshirib. Mavsum ish, masalan, mana bu yerga hammasini pullari yozib qo'yibdi, oylik maoshlar. 1368 yevro yozib qo'yibdi. Mana bu 1685 1800 yevrogacha yozib qo'yibdi. Bu tof qazib olish yordamchisi. Tof degan nima degan bilmayman. Tof qazib olish yordamchisi deyapti. Lekin mana shuni o'qidim, hurmatli kuzatuvchilar. Biron yerda til haqida so'raganini hech ko'rmadim. Shuning uchun bemalol hammasiga, masalan, ko'rganingizdek, bu ishonchli, ko'rganingizdek, elektron pochta, ana otlari Aldin Urbans, ham otlarida Latviyaning otlaridan. Bunday Ukraina, Rossiya, badam-pattar shunday ko'p mashinniklar otlaridan emas. Telefon nomeri, elektron pochtasi, hammasi bor. Aloqaga qanday chiqaman desangiz, qanday bog'lanaman desangiz, mana telefon nomeri bor. Telefon nomerini balki telefon qila olmaysiz. Lekin aloqa, masalan, mana bu yoqqa bunday elektron pochtasini ko'chirib olib, bunakida elektron pochtaga kirib xat jo'natsangiz bo'ladi. Mana bu yerga mana aloqa elektron pochtasini olasiz, ko'chirib olasiz va elektron pochtaga kirib xat yozasiz. Mana shu qishloq xo'jaligi atrof muhit, mana shu qishloq xo'jaligi ishga bormoqchiman, men O'zbekiston fuqarosiman, mani ishga olasizmi deb yozasiz. Iltimos menga javob bering, hurmat bilan faloncha, pistoncha, rahmat yozasiz, jo'natasiz. Hurmat bilan chiroyli qilib yozasiz inglizchaga. Mana ko'rganingizda adreslari mana Litva va Cherkov va tumanlarigacha hammasini iloji bo'lsa Google'dan kirib ko'rishingiz mumkin. Va telefon nomerigacha, oddiy ish vaqtlari, mana oylik ish haqi. Mana masalan hozir men imkonim bo'lsa, men o'zim shularga o'zim hammasiga iloji bo'lsa jo'natardim, ariza jo'natardim. Chunki men hozir ish ilonim yo'q, imkonim yo'q Yevropaga ketishga. Shuning uchun men hozir vaqtim yo'q, zamonimni kutyapman, o'zimning zamonim bor, vaqtim bor. Shu vaqtgacha jim o'tiribman, birontasiga ariza bermasdan.
Xo'sh, mana shu yerdan chop etish degan bosasiz, mana bu yerdan ko'chirib olishingiz mumkin pechat qilib. Shu ma'lumotni ko'chirib olsangiz bo'ladi. 5 minut. Xohlasangiz o'sha elektron pochta orqali kirib yozishingiz mumkin. Videomiz juda ko'p vaqt 1 soat bo'lib ketdi. Biz qisqaroq qilishimiz kerak. Yana nima kerak? Bir xil joy, mana bittasi boyna ko'rdim, bittasi cho'chqa boqishmi, shunaqa joyi bor ekan. Qaysidir sayt ko'rdim. Cho'chqa boqish, hayvon boqish. Mana bu elektron pochtasi. Buni ham olasiz. O'qiysiz, mana yaxshilab o'qiysiz. Ish vaqti, ob-havo sharoitlariga va dalloq bugungi bajarilgan kerak bo'lgan ishlar bog'liq. Apreldan noyabrgacha ishlaydi. Apreldan noyabrgacha ishlaydi. Oho, bir ancha ishlab olishingiz mumkin. U yerda ishlab bo'lgandan keyin boshqa joyga o'tishingiz mumkin. Mana yoqqa murojaat qilish uchun deyapti. Bu yerda deyapti. Mana shu ko'rsatilgan, mana bu yoqqa ham ko'rsatilgan, bu yerga ham ko'rsatilgan. Mana shu elektron pochtasiga xat yozasiz. Va ma'lumot uchun deyapti. Mana bu yerda veb sayt ham bor. Shu veb saytga kirsangiz, o'sha mana bu 1-2 ham ma'lumot uchun mana shu sanamini mana shu balki firma bo'lishi mumkin. Mana shu kirsangiz Liboso shunga kirsangiz mana o'zining sayti bo'lishi mumkin. Liboso. Bu haqida отдельно video qilamiz. Bu ham masalan menga kerakli bo'lgan ma'lumotlar. Shuni ko'chirib olamiz va biron joyga tashlab qo'yamiz. Latvalarni ichiga qo'shib qo'yamiz va ikkitasini ko'chirib qo'ydim. Va mana shu kerak payti yana bunga kirib ish qidirib ko'ramiz. Buni ham admin video qilib sizga chiqaraman. Agar ariza topshirish kerak bo'lsa, qanday topshirish kerakini ko'rsataman. Tushuntirib oldim degan umiddaman. Yaxshilab o'qib ko'rasiz. Qulupnay ekish, qulupnay haqida ekan. Yaxshi ekan, oyligini yozgan, til bilish shart masalan, chunki Latviya, Litva tillarga ko'p til talab qilmaydi. Ruschani ozroq bilsangiz, inglizchani ozroq bilsangiz balki olish mumkin. Xo'sh. Yana agar boshqa sayt ko'rsatamiz, qaraymiz boshqa. Shunday qilib, mana bu yerda katta ish sayti bor. cv.lv degan bu kv.lv degan bor. Sezon ishlari ko'p. Mana bu yerda nima deyapti? Visi Darbi. Bu ham bir agentство, bunga ko'rdim men. Bu ham sezon ishlari bor ekan. Endi bularga ko'pincha e'tibor bilan, bir xil saytlarni e'tibor bilan qiling. Chunki bir xil balaki hozir bundan oldin ko'rsatgan saytlarni ko'rsangiz, juda yaxshi, juda ma'lumotlar ko'p. Hammasi to'liq aniq qilingan. Shuning uchun ularga ishonsa bo'ladi. Lekin mana bunaqa saytlar bir xil joylariga ko'p ahamiyat bermang. Chunki ko'p tuzoq, balki bir xil tuzoq bo'lmasligi mumkin, lekin bir xillar tuzoq bo'lishi mumkin. Mana qarang, Germaniyada pivo ombori nemis tilida bilmasdan mumkin deyapti. Bu menimcha firma qo'ygan soxta agentliklar bo'lishi mumkin. Soxta nav bo'lishi mumkin. Bunga ko'p qiziqmang. Masalan, men Niderlandiyadan bir ingliz tilini bilmasdan mumkin. Qanday siz Niderlandiyaga yoki Germaniyada bunday zo'r til talab qilinadigan shaharlarga til bilmasdan borishingiz mumkin. Buni iloji yo'q. Hech qachon bu narsalarga ishonmang. Chunki siz O'zbekistonga turib, o'zbekcha gapirib, siz ruschani ham bilmasangiz, ruschani bilganingiz taqdirda ham bergan uncha ko'p ruscha ko'p kerak bo'lmay qoladi. Masalan, ruscha agentlik ruscha bo'lsa agar u borsa, agar sizdan pul talab qilmasa, balki kirib qiziqishingiz mumkin, lekin gaplashishingiz ham mumkin, lekin tuzog'iga tushmang. Agar siz mashining bo'lib qolsa yoki boshqa narsa bo'lsa, tuzog'iga tushib qolmaysiz. Masalan, aldanib qolmang. Yosh dasturchi, xo'sh. Mana shu yerdan hozir men bir boyna ko'rganimda ishlarni qayergadir biz ish toping deyapti. Biz barcha ish bilan
Qayoqqani ko'rdim. Yuk mashinasi haydovchisi. Mana shunga cho'chqa firmani ko'rdimmi, shu saytda ko'rdimmi bitta yuk mashinasi haydovchisi, buxgalter, ikkinchisi, uchinchisi. Nima bo'lib qoldi? Qotib qoldi. EPC palada o'rnatish, urug'lash, yuk, go'sht qayta ishlash ham bor ekan. So'z muhandis, dizayner, qurilish ishchilari bo'lsa ularga. Uchinchisi mana bu Ukraina qabul qilamiz. Faqat Ukraina qabul qilamiz. Ko'rganingizda mana oxiridagi ish qurilishga Ukrainani bayrog'i bo'lsa, demak u Ukrainadan qabul qiladi. Siz qabul qilmaydi, o'zbeklarni qabul qilmaydi. Shuning uchun e'tibor bilan tovar eksportchisi, work in, uy bog' bayramlar bo'limida savdo bo'limi xodimi, sifat eksport yuk mashinasi buxgalter. Yana boshqa kirib qoldi. Bu qurilish Ukraina qabul qilamiz. Uchinchisi bu yerdan ish topuvdim. Yaxshi qidirsangiz ish topsangiz bo'ladi hamma joydan.